Bu safargi xizmatga bizani logistika bilan shug'ullanadigan doimiy mijozlarimiz chaqirishdi. Borishimiz bilan ovqat qozonga solib qo'yib, dasturxon ustiga qo'yiladigan narsalarni tayyorgarligini qilishni boshlavordik. Mehmonlarimiz kelishligiga stol ustini tayyor qilib, ovqatimiz pishgunicha qizil baludan shunaqa xalotniy zakuska tayyorlab berdik. Saunaga kiradiganlar uchun limon bilan anorni kesib, ovqatimizni tayyorgarligini boshlavordik. Go'shtlar bilan yaxshi chiqishadigan chiroqchi salatini mol go'shtidan tayyorlagan tushunka ovqatimiz bilan tortib berdik. Kunimiz oxirini shunaqa qo'l meva shirinliklar bilan tugatib, ertasi kuni mehmonlarimiz uyg'onishligiga choyga kerak bo'ladigan hamma narsalarni tayyor qilib qo'ydik. Bir kishiga bittadan kofe bilan tuxumli sirli omlet tayyorlab berdik. Tushlikka darmon sho'rvani solib, vitaminlarga boy bo'lgan lovlagili salat qilib berdik. Sho'rvani qazilarini kesib, bunyonlarini tinov qilib, chiroyli qilib suz berdik. Kechqurungi ovqatga mangal assorti variantini tanlab berishgan edi. Barbekyu mahsulotlarini ishingizni oson qiladigan, yaqinlarning yig'ilishiga sabab bo'la oladigan zikrilla marinatdan olgan edik. Ikkinchi kunimizni shunaqa desert bilan tugatib, qaytishga dumba yog'larini eritib, choyxona palovga tayyorgarlikni boshlavordim. Kirib kelayotgan Ramazon oyida iftorlik qilishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, prokat uchun idish-tovoq, stol-stul kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Xizmatimizni choyxona palovni chiroyli qilib suz berish bilan tugatdik. Xizmatimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun direkt orqali murojaat qilishingiz mumkin.